Qadrli obunachilar, bugun biz 4-mavzu Britaniyada Angliya darsini o'tamiz. Qani unda darsni boshladik. Rejalar bilan tanishib olamiz. Britaniyada birinchisi Britaniya tub aholisi, Angilsak himoyachilar, iste'molchilik tomon, uchinchisi normalar bosqinlari va ularga qarshi kurash, to'rtinchisi qirol Alfred va uning foydali Norman, beshinchisi qirolning 11 asrda iste'molchilari haqida. Britaniya tub aholisi haqida. Buyuk Britaniya Yevropaning shimoliy-g'arbiy qismida joylashgan. Bu hudud milliy 1000 yilliklarda keltir qabilalar britlar yashagan. Milliy 43-yildan boshlab Britaniya orollarining kattagina qismini bosib oladi. Shu bilan Janubiy Britaniya ustidan deyarli 400 yillik hukmronligini, ya'ni 4 asr hukmronligi boshlanadi. Rim imperiyasi Britaniya orollarini istilo qilganida, orolning janubida Keltir Brit, shimolida hozirgi Irlandiya va Shotlandiya Skotpik qabilalari yashagan. London milliy 43-yilda orolni Rim imperiyasi istilo qilganidan keyin Temza daryosi sohillarida barpo etilgan hamda 4 asrga yaqin rimliklar bosh shahri bo'lgan. Angilsaklarning bosqini. Ikkinchi reja. Rim Britaniya legioni 407-yilda Italiyaga qaytganidan so'ng orolda Rim aholi ham qit'aga qaytadi. Shu paytda orolda Brit keltirlari o'zaro urushlardan foydalangan. Shimoliy hududlardagi Pikt va Sokt qabilalari ularga qarshi hujum boshlaydi. Ulardan himoyalanish maqsadida britlar Germaniyaning ichki shimoliy qismida joylashgan Angilsak, Yut va Fris qabilalarini umumiy angilsaklardan yordam so'raydi. Germanlar dastlab 3 ta kemada kelishadi, lekin mahalliy aholining harbiy jihatdan ozligidan foydalanib, angilsaklar yuzlab, minglab qarindoshlarini himoyachilardan iste'molchilarga aylangan. Ya'ni bu iste'molchiga aylangan deganda ba'zilar o'ylanib qolishi mumkin. Buning sababi nima? Ma'nosi nima desa, Xo'p, misol uchun men kuchliman, menikidan keyin bitta qarindoshim kuchsiz. Uni uyi zo'r, demak sharoiti bor. Men uni bitta dushman kelib urayotganda men unga yordam bermoqchi bo'ldim. Qarasam u uyi zo'r, uyini olib qo'ysam bo'ladi bemalol. Shu tarzda keyin men ikkala dushmanni ham ularni ham yo'qib o'rniga joylashib olganman. Xuddi shu ma'noda keladi. Qirol Artur. Orolda so'nggi rimliklardan Amvorskiy Avrelian 6-asr boshlarida britlarni birlashtirib, angilsaklarga qarshi deyarli yarim asr kurashadi. Keltir qabilalari xotirasida bu g'alaba haqida ma'lumotlar asrlar davomida saqlanib keladi, lekin rivoyatlarda bosqinchilarga zarba bergan qahramonning ismi o'zgaradi. Dostonchilar uni Artorius yoki Artur deb atashgan. Ilk feodal davlat. Amvorskiy Avreliandan so'ng britlar munosib yo'lboshchi bo'lmaganligidan angilsak tomonidan orolning katta qismini bosib olishga imkon beradi. Orolda yashagan angilsak qabilalari esa 5-6 asrlarda mahalliy britlarni qolgan qismini bo'ysundirib, o'zlarining ilk feodal qirolliklarini tuzish, mahalliy Brit orollarini shimoliy-g'arbiy qismiga surib chiqariladi. Istilo dahshatidan ko'pgina Brit va keltirlar Frank avlodli davlatlarning Amvorskiy viloyatiga ko'chib o'tadi. Bu yerga Britan nomi berishadi. Britanlarning bir qismi urushda halok bo'ladi, qolganlari keyinchalik germanlar bilan aralashib ketadi. Britaniyada keltir Brit tili emas, iste'molchi angl tili ustunlikka erishadi. Ular turli lahjalarda so'zlashgan, lekin yillar o'tib Angllar yashagan Merseyshirs tobora keng qo'llana boshladi. Shu tariqa iste'molchilar muomalasida ingliz tili, mamlakat esa Angliya nomini oladi. Bosqinchilarning ko'plab talablari va qabilalari va bo'ysundirilgan aholining qolgan qismini yagona xalqqa birlashtira boshlaydi. Tarixda ular Angilsak nomini oladi. Davlat boshqaruvi. Angilsak qirolligi monarxiya davlati bo'lsa-da, ammo ularning qirol hokimiyati zaif edi. Qirol zodagonlardan iborat donolar kengashiga qaramaydi. Kengash qonunlar tasdiqlar va mamlakatning oliy sud organi sud qilardi. Hatto kengash qirol saylash va uni taxtdan ag'darishlari ham mumkin edi. Mamlakat graflari tashkil etib, ular qirol vakili sheriflar idora qilar edi. Shu tariqa ingliz jamiyati asta-sekin feodal tus oldi.
Unda yirik feodallar, lordlar paydo bo'ldi. Yangi tashkil etilgan yangi qirollik doimo bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan. 829-yil Wessex hukmdori Egbert oroldagi barcha qirollik aholisini yagona davlatga birlashtirib, o'zini qirol deb e'lon qiladi. Shu tariqa 9-asr boshlarida Angliya davlatlari birlashib, mamlakat umumiy nomi bilan Angliya deb atala boshlanadi. Dumaloq stol afsonaga ko'ra qirol Artus majlisida ishtirok etish bilan birga yaxshi joy masala bahslashmaslik va o'zini teng his qilish uchun davra stoli qilgan. Buni cho'zilib ketadi. O'qishimizda davra stoli 24 ta demak o'tiradigan joy bilan stol bilan ta'minlangan va hozirgi kunda Winchesterda aynan 24 ta ibora davrida suhbat bilan hali ham o'tkazib kelinadi, udum bo'lib qolgan va u qadimgi davrda Camelotda, hozir esa Winchesterda o'tkaziladi. Nima sababdan dumaloqligi sabab ritsarlar bir-birini, misol uchun taxtda o'tirganni bir-birini teng his qilish uchun va bir-biri bilan erkin muloqotda, ya'ni sen men taxtda talashmaslik maqsadida dumaloq keltirilgan. Normalarga qarshi kurash Birlashgan Angliya qiroliga tashkil topishi bilanoq normalarga qarshi qattiq kurash olib borishga majbur bo'ladi. Normalarning yo'lboshchilari jangarilik bilan ajralib turgan vikinglar 8-asr oxiri 9-asr o'rtalarida Yevropa mamlakatlarida dengiz yo'li orqali savdo-sotiq bilan shug'ullangan, shuningdek qaroqchilik va bosqinchilik urushlarni olib borgan. Skandinaviyaliklar Daniya, Norvegiya hududlarida yashagan qabilalar, G'arbiy Yevropada ular normalar, ruslar varyaglar deb atalgan. 838-yilda Egbert boshchiligida Angliyaga qilgan hujumlardan birini qaytara oldi, ammo ichki nizolarda zaiflashgan Angliya qirolligi istilochilar to'xtata olmadi. Oqibatda normalar 842-yilda Londonni bosib olib tilaydilar va yondirib yuboradilar. Shundan so'ng juda ko'p saklandiyaliklar shimoliy-sharqiy Angliyaga o'rnashib olib, bu o'lkani taraqqiyotiga ta'sir etadi. Daniyaliklar ancha zid joylashgan bo'lib, ular kelib o'rnashib qolgan hudud butun O'rta asr davomida Daniyaga qarashli mintaqa nomi bilan yuritilgan. Buyuk Alfred, qirol Buyuk Alfred. Normalar hujumi Buyuk Alfred davrida 870 davrida qaytariladi. Bu ko'plab qal'alar bunyod etiladi, shu bilan mustahkamlaydi. Dengiz kemalarini harbiy flotlar tuzib, qo'shinni istilo qiladi. Xalq lashkarlari normalarga qarshi tura oladigan yaxshi harbiy tayyorgarlikka o'tgan jangchilar bilan almashiladi. Angliyada birinchi marotaba alohida qonuniy soliq olishni joriy qiladi. Bu soliq daniyaliklar puli, ya'ni daniyaliklarga qarshi kurash uchun yig'iladigan soliq deb atalgan. Qirol Alfred 879-yilda 879 normalarni o'z hukmronligi ostida ingliz yillarini daxlsizlikni tan olganligi haqida shartnoma tuzishga majbur bo'ladi. Qirol Alfred zamonida ingliz yillaridan tinchlik qaror topib, ilm-fan rivojlandi, madaniyati yuksala boshlandi. Qirol Alfred juda bilimli, o'qimishli kishi bo'lib, ilm-ma'rifatga homiylik qiladi. Uning davrida savod ruhoniylar tayyorlash uchun arxiyepiskoplar qoshida yangi maktablar tashkil qilinadi. Shuningdek, anglo-sakson salnomasi tuzilib, muhim voqealar, yilnomalar qayd etib borilgan. Agar 250 yil davomida bitilgan ushbu salnoma bo'lmaganida, tarixchilar Angliyaning o'rta asrlar tarixi haqida cheklanmagan ma'lumotga ega bo'lishadi. Alfred tomonidan anglo-sakson qirolining qadimgi qonuniy haqiqatlari yig'ilib, bitta to'plam qilib chiqarish buyuriladi. Keyinchalik unga Alfred haqiqati nomi beriladi. Alfred lotin muallifi asarlarini anglo-sakson tiliga tarjima qildirgan, o'z mamlakat aholisini savodli qilishga intilgan hukmdor hisoblanadi. Denloning qaytarilishi. Qirol Alfred o'limidan so'ng uning vorisi Denlo daniyaliklar qonuniy viloyatlariga hujum boshlaydi va uni qo'shib oladi. Bu davrga kelib Denloga o'rnashgan daniyaliklar mahalliy aholi bilan ancha yaqinlashib,
aralasha boshlagan edi. Keyinchalik Angliyadan ichki nizolar boshlanib, davlat zaiflashadi. Bu davrda Daniyalik qirolligi tez yuksala boshlaydi. Birlashgan Qirollik 11-asr boshlarida normalar Angliyaga qayta hujum boshlaydi. Daniya qiroli Kanut 1013-yilda ingliz sohiliga qo'shin tushirib, uni katta qiyinchilik zarb etadi. Kanut ayni paytda Angliya qiroli deb e'lon qilinadi. Angliya bilan birgalikda Shotlandiya, Norvegiya, Shvetsiyani o'z ichiga olgan yirik davlat barpo qiladi. Lekin uning vafotidan so'ng tuzgan yirik davlat parchalanib ketadi. Shundan so'ng ingliz taxtiga Edvard keladi va anglosaklar hukmronligi boshlaydi. Stelochi 1066-yilda Fransiyaning shimolida Normandiya gersogi Vilgerm Normand va fransuz ritsarlaridan iborat qo'shin bilan Angliya qirg'oqlariga tushadi. U anglosaklarni daniyaliklardan ozod qilmoqchi ekanligini da'vo qilsa-da, lekin aslida Angliyani egallashga intiladi. Shuning uchun u Angliya cherkovi va ingliz cherkovidan o'z ta'sirini kengaytirishni orzu qilgan papa tomonidan qo'llab-quvvatlanib, anglosak qo'shinlarini mag'lub etadi va o'zini Angliya qiroli deb e'lon qiladi. Normandiyaliklar hukmronligi o'rnatilgach, ko'plab anglosaklar o'z mulklarini yo'qotadilar. Hamma joyda yangi zodagonlar, toshqal'alar quriladi. Vilkelm bir eng yaxshi yerlar va o'rmonlar, qirol qo'riqxonalari deb e'lon qilinadi. Inglizlar qo'zg'olon ko'tarib, ingliz emas, balki eski fransuz tilida gapiradigan qirolga qarshilik ko'rsata boshlaydi. Vilkelm Ining vorislari hokimiyatni mustahkamlashni davom ettiradi, xususan kenja o'g'li bir davrda qirollik sudi kuchayadi. Shuningdek, qirol moliya boshqarmasi ham tashkil topadi. Genrix I o'z farzandi bo'lmaganligi sababli uni vafotidan so'ng taxt uchun kurash avj oladi. U uzoq vaqt etgan bu kurashdan qizining o'g'li Genrix II demak o'zining vorisi bo'lmagan, Genrix Ining vorisi bo'lmagan, shuning uchun Genrix II, ya'ni qizining nevarasini taxtga o'tirdi, nevarasi taxtga o'tirdi. Genrix IIning hukmronliklari 1184-1189-yilda g'alaba qozonadi. Xullas, Genrix II davrida moliyaviy va harbiy o'tkaziladi.